Okamizdagi havo tozalagich bilan vodorodni generator suv filtrimizni o'rnatib berdik. Bu vodorodni suv chiqaryapti. Bir tarafdan vodorodni ishlatishni, bir tarafdan vodorodni suv granogidrogen apparatimiz plus okamdagi havo tozalagichimizni olib keldik. Уже ishlayapti. Hozir tekshiramiz. 006 toza ko'rsatyapti. Oddiy duki bilan tekshirsak ham bo'ladi. Datchiklarning oldida. Mana hozir yashil 006. И сразу mana ko'tarilib ham ketyapti. Avtomatik rejimga qo'yganmiz. Hid baland bo'lgandan keyin o'zi tortadi. Mana 75 ga ko'tarildi. Уже ventilyatorlar ham уже скорость almashishni boshlayapti. 90, 99 ketdi. Mana уже oranjiy rangga o'tdi-da, уже загрязнённостьni ko'rsatib beryapti kirligini. И avtomat rejimda ventilyator ham kuchayishni boshlayapti. Bu 62 kvadratga mo'ljallangan ionlangan havo ham chiqazadi. Ionizatori bor, mana bossanglar, mana ketdi. Ionizator ham ishlayapti. Havo tozalagandan keyin o'zidan приятный havo ham chiqazadi. Kechqurun spalniga qo'yib uxlasanglar ham bo'ladi. Buni yaxshi tarafi spящий rejimlari ham bor. Rejimlarida mana o'zi tozalagandan keyin yashil bo'ldi. Spящий rejimga qo'ysanglar bo'ladi. Mana kechqurun mana oyna rasmi chiqadi. И ekranlar o'chib, ovozi ham o'chadi. Kechqurun bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi. Plus o'sha vodorodni suv filtrimizni ham oldilar.